Do'stlar, ishoningizlar, bunaqasini ko'rmagandik. Mashina haqiqatan ham turgan holatda injektorga qotib qolgan. Mana usta akamiz kelib, injektorini tozalab qo'yaptilar, chunki mashina 2001-yilda ishlab chiqarilgan. Voy, 249 kilometr masofa bosib o'tgan. Yab yangi Nexia 1. Ko'rganmisizlar shunaqasini? Ko'rmagansizlar. Do'stlar, qarang. Qanaqangi sassiyanda turibdi. To'rtinaklarni ko'ryapsizmi? Hozir buni zavodit qilamiz. Eslaringizda bo'lsa $15,500 e'lonimga qo'ygandim. Aynan shu mashina $15,500 ga. Hozir esa uylarga kelib yakson qildim narxini. Qanchaga tushirdi o'ylaysiz? $12,000 dan ham pastga tushirib qo'ydim. Kraskasi yo'q, 249 kilometr yurgan Nexia 1. Buni qarang. Mashinani qarang. Probegini ko'rsatsin. Mana 243 kilometr. Yangi. Yurmagan. To'liq obzorini qo'yaman. Eslaringizda bo'lsa 4-5 kun oldin xuddi shunaqasidan qo'ygandim, badoviy rang. $9,950 ga. Buni esa egalari bilan hozir kelishib $11,900 ga tushirib qo'ydim. Yurmagan pachka holatda, kraskasi radnoy. Yana ko'rib tekshirtirib olasizlar. Lekin mashina bunaqasi noyob topilma degani aynan shu. Ustobo qanday bo'ldi? Yuradimi endi? Mashina qanday fikringiz? Mashina zo'r, a'lo darajada. Yangi, marafet qilinmagan. Yo'q. Haqiqatan ham mashinaga mana usta akalarimiz o'zi aytayaptilar. Siz masalan mashinaga polni tushunasiz-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Mashina stok holatda, zavod holatda turibdimi? Vay. Narxini yakson qildim buni. Qanchaga qo'yganimni o'zlaringiz videoda ko'rganlaringiz $15,500 ga qo'ygandim. Egalari $13,000 ga bermagan ekanlar. Aka endi o'tib ketdi dedim. Buni endi $11,900 ga ko'ndirib qo'ydik. Hozir to'liq obzori chiqadi. Yangi 2001-yilda ishlab chiqarilgan Sonus tramblyor. Akkumulyator ham yangi qo'yilgan. Zavod qilamiz buni. Zavod qilganimizda ham qo'yamizki.